Assalomu alaykum aziz gulshaydolari. Kuz faslini kim yaxshi ko'rmaydi? Mana shunday go'zal, o'zidan shirin hidlar, shirindan shakar mevalar pishadigan faslni kim ham yaxshi ko'rmaydi? Lekin sovuq kunlari bor, yomg'irli kunlari bor, lekin mevalari baribir ham yaxshi. Qish fasliga tayyorlanib, o'zimizni immunitetlarimizni ko'tarib oladigan vaqt hozir. Mana shunday mevalardan yeb, kuch-quvvatni bag'ishlab, keyin esa ishlarimizga, o'qishlarimizga yo'l oladigan vaqt. Mana meva-chevalarni endi qo'yamiz sizlar bilan. Endi esa o'zimizda mavzumiz gullarni ko'paytirish mavzusiga o'tamiz. Mana shunday qilib qo'ydik. Bu yerda Silver Lady gulimiz, Stendapsus. Buni yaxshi ko'rib olmoqchi bo'ldim, zakaz berdim. Pochtada kelguncha mana ahvoli. Sizlarga ham tavsiya qilmasdim. Shunday sovuqda gul olishdi. Menga o'xshab rosa og'isi kelgan gulchi opalarimga maslahat folgalarga o'ratib jo'nattirishdi. Maslahat bergan bo'lardim. Buni endi fitosporininni suvga solib 30 minut qo'ydim. Chirigan joylari bor ekan, juda ko'p suvda qolgan. Tuprog'i ham rosa boshqacha qattiq. Bular endi Xitoydan kirib kelyapti bizga. Yarim oy shaklda rosa chiroyli. Uzun shoxlarni ko'paytirishga qo'yib oldim. Bu endi tomir chiqargan joylari, lekin tomirlari yaxshi. Joylari saqlanib qolgan joylari bor, yana qayta uyg'onib kelyapti. Bularni endi o'zim tayyorlagan agrobalt tuproqqa ekib olmoqchiman. Chunki perlit, vermikulit qo'shmadim. Faqat shunday o'g'il tabletkadan qo'shdim. Chirishda oldini oladi. Gullarimizda tomirlari yana davom etmasligini oldini oluvchi vosita. Mana shunday qilib bularni ekib ko'chat qilib ko'paytirib ham olamiz, ham jonini saqlab qolamiz. O'zimizning tilda aytganda tez yordam beramiz bunga, tez yordam. Tez ekib mini teplичка qilib qo'yamiz. Bu pochtada kelguncha shu ahvolda bo'lmagan bo'lsa ham endi tuproqlari yaxshi emas ekan, lekin yashashga kurashib mana воздушный tomirlarini yaxshi chiqarib turibdi. Stendapsuslarni ham yaxshi ko'raman. Ko'paytirishi ham oson, juda parvarishi ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Spreyni yaxshi ko'radi. Keyin esa namlikni uncha xohlamaydi, issiqda, tik quyoshda xohlamaydi. Issiqda tursa bariklarini g'ujanak qilib o'rab oladi. Mana shu yoyilib turgan bariklari ichkariga qarab o'ralib ketadi-da, xunuk holatga kelib qoladi. Na quriganini bilasiz, na so'liganini bilasiz. Bir o'zini yaxshi holatda tutmaydi, ham chiroyli bo'lib o'smaydi, o'ziga kelish qiyin. Shuning uchun bu gullarimiz tik quyoshga qo'ymaymiz, yarim salqinga qo'yamiz. Yozda ham hovliga qo'ya olmaymiz, chunki mana bariklarning ustida tuklari bor. Bemalol buni konditsionerli salqin joyga qo'yamiz yoz faslida. Shunday tez ekib olamiz. Tomir qismini shutib ekib olgandan keyin uch qismlarni yana bitta usulda ko'paytirishga qo'ydim. Hozir sizlarga uni ham ko'rsatib o'taman. Buni tez ekib olaylik. Perlit, vermikulit qo'shmadim. Chunki ular o'zida namlikni ko'proq ushlab turadi. Bu agrobaltni o'ziga ekyapman. O'g'il tabletka qo'shib. Tez ekib olamiz. Endi parvarishiga kelsak, buni
har xil aporolarga o'rab chiroyli qilib o'stirsa ham bo'ladi, osiltirib o'stirsa ham bo'ladi. Buni ko'paytirilishi mana shunday воздушный tomirlardan ozroq poya qoldirib, mana shunday bitta barik qoldirib, bemalol ko'paytirishga qo'ysak bo'ladi. Tomirlashlari ham yaxshi, tezda tomirlaydi. Stentopsislarda juda ko'p turlari bor. Trenddan tushmaydigan gullarimizdan. Hop, yana bitta gulimiz qoldi. Buni bariklari rosa tugab ketgan ekan, olib tashladim. Chiroyli qilib ekib olamiz. Uch qismlari yopilib ketmasligi uchun ochiqroq holatda qo'yamiz. Karnevilni suv bilan suvlab, zich paketlarga o'zimda usulimda ko'paytirishga qo'yaman. Mini teplichka bo'lib turadi. Mana fitosporinni suvga yarim soat tindirib qo'ydim. Mana oldinroq ko'paytirilgani. Agrobaltda o'ziga ko'paytirilgan. Lekin yaxshi. Tez tomirlari chiqqan mana. Yana bitta usulni sizlarga ko'rsatsam, mana. Tirikmoq. Bu bitta opamdan sovg'a, o'sib kelyapti, qarang. O'sib, o'zi ham o'sadi. Mana ichiga tashlagan gullarimiz ham воздушный tomirlari yurishib, namlikda ushlab turadi. Chirishga moyil bo'lgan gullarni mana shunday qilib живой mo'xlarda tomirlatib, ildizlatib olsak bo'ladi. Mana. Buni kesib ichiga shunchaki sop qo'yasizlar. Bu uch qismlari sal poyalari yumshoqroq bo'lgani uchun mo'xni ichiga soldim, chirishning tuproqqa eksam chirib qolmasin deb. Mana shunday qilib hozir ichiga mo'xni solib, konteynerga sterillangan suvdan solib, shunchaki qopqog'ini yopib qo'yasizlar. Issiqroq joyga, shkaflarda teparog'iga qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Shunday holatda turadi gulimiz. Endi bularni karnevilni suv tayyorlaganman. Ozroqdan quyib chiqamanda. Chunki agrobaltda ham ozroq namlab olgandim. Namligi oshib ketmasligi uchun. Kamroqdan karnevilni suv qo'shamiz. Mana shunday paketlarga kuydirib olamiz bularni. Chunki mini teplichka bo'ladi. Xonadonlarimiz bir xil iqlimda bo'lib tura olmaydi. Hamisha eshik hamisha ochilib yopilaveradi. Parnikdagidek havo qilib bera olmaymiz. O'zimiz uyda ko'paytirib mana shunday qilib mini teplichka qilib qo'ysak ham bo'ladi. Og'zini yopib faqat yorug'lik o'tkazadigan salofan paketlar bo'lishi kerak. Yorug'lik o'tib turadi. Gullarimiz bemalol tomirlaydi. Yana bu qolganini ham bunga solamiz. Chiroyli qilib sanalarini yozib, yoddan chiqmasligi uchun chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. Tomir chiqarib o'sayotganini ko'rib turish uchun ham shu yorug'lik o'tkazadigan paketlarga solganga kelmaydi.
skotch bilan yopib qo'yamiz. Mana. Endi konteynerga solib qo'ysak ham bo'ladi. Solmasdan konteynerda ustiga shunchaki qo'yib issiqroq xonamizga solib qo'yamiz. Mana shunday qilib gullarni saqlab qolamiz jonini. Mayli, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, laykni ayamayizlar.